Assalomu alaykum. Hurmatli YouTube tomoshabinlari, charchamayapsizlarmi? Obzorchi Salmon kuzatuvchilari, obzorchi Salmon obunachilari. Aka-ukalar, mana bugun Andijon mashina bozoriga chiqqanmiz. Ko'rib turganingizdek, dunyocha mashinalar chiqqan mana aka-ukalar. Hozir biz mana Spark qatorida turibmiz, xudo xolasa aka-ukalar. Hop, aka-ukalar, kanalimizda yangi bo'lsangiz, xudo xolasa videolarimizni kuzatib, kanalimiz yoqsa obuna bosib, like tugmalarini bosib qo'yishingizni so'rab qolamiz. Kanalimiz obunachilari uchun yaqinlari yoki o'zlari videoni ko'rib, video yoqqan bo'layotgan bo'lsa, yaqinlariga jo'natib, like tugmalarini bosib qo'yishsa, xursand bo'lamiz. Biz esa o'z faoliyatimizni davom ettiramiz. Hop, aka-ukalar, mana ko'rib turganingizdek, juda ko'p Sparklar chiqqan. Mana bu joyda Spark mashinasi turibdi. Mana ko'rib turganingizdek, mana bunday Svetda 2013-yil ekan. Mexanika 500 ming yurgan ekan. Hop, kraskasi bor deyapti. Aka, sizdanmi? Kraskasi necha foiz buni aka? Ha, ponni azvijit bo'lgan, kraskasi bor. Nechinchi pozitsiya bu aka? Birinchi pozitsiya. Demak, konditsionerlari yo'q ekan, ha? Konditsioneri yo'q. Birinchi pozitsiya avtomashina. Hop, ko'rib turganingizdek, motor hadovoylarda ish yo'q, xudo xolasa. Hop, 2013-yil Toshkent motorimi? Toshkent motor ekan, akalar. Hop, kraskasi ponni azvijit bo'lgan ekan. 500 ming yurgan ekan. $4500 deyapsizmi aka buni? Mana yozib qo'yibdi akalar, shuni ko'rib aytyapman. $4500 kami bor deyapti. Mana harcha holatda balonlari turibdi. Hop, demak, $4000 ga bo'lan bo'lmaydimi? Kelishtirib olamiz deyapti. Akamizning nomerini qoldiramiz. Nomeringiz aka? 90 254 75 57. Demak, mana ko'rib turganingizdek, bir qator salonini ham qiziqqanlar uchun ko'rsatib qo'ysak, mana salon holatlari akalar, mana ichki chixollari, mana ko'rinish holatlari akamizniki ekan. Tirikchilik bu ham aka? Demak, akamiz o'ziniki ekan, akalar, mana kelishtirib berar ekan. Birinchi pozitsiya 500 ming yurgan. Hop, $4500 kami bor deyapti, xudo xolasa. Aka, ishlaringizga rivoj. Hop. Sizlarga 14 kunlik safar, ya'ni Makka Madina safarini taklif qilamiz. Bu safar mobaynida siz Saudiyaning rasmiy vizasi, 50 boshini xizmatlari, mehmonxonalar, 3 mahal Makkada, 2 mahal Madinada o'zbek milliy taomlanishlari, transport xizmatlari, bordi, keldi, biletlari va qaytayotganda esa 5 litrlikda muqaddas Zamzam suvi beriladi. Paketimiz juda ham standart paket bo'lib, boyga ham, kambag'alga ham, o'rtaholga ham albatta juda mos tushadi. Quyidagi raqamlarga aloqaga chiqib, biz bilan batafsil ma'lumotlarga ega bo'lib bog'lanishingiz mumkin. Ushbu raqamlarda Telegram, WhatsApplarimiz ham bor. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Spark avtomashinasi $4000, birinchi pozitsiya 2013-yil ekan, 500 ming yurgan ekan, ko'rdinglar. Endi men yerda ham bitta mashina turibdi. Oppoq Svetda. 2019-yil 155 ming kilometr probeg ekan. Pozitsiyasi ikkinchi pozitsiya ekan akalar. Kraskasi bor deyapti. Hop, avtomat emas, mexanika, oppoq Svetda Spark avtomashinasi. Hop, naqdga berilar ekan. Eng qizig'i bu benzin bilan propan gaz ekan akalar. Ko'rib turganingizdek, variantga kelishamiz deyapti. Demak, akalar, mana salon holatlari ko'rib turganingizdek, ikkinchi pozitsiya. Hop, balon holatlari keladigan bo'lsa, mana archa holatda turibdi. Hop, naqdga ham, variantga ham kelishsanglar bo'lar ekan. Nomerini qoldiramiz. 93lik 786 8000 ekan akalar. Xudo xolasa. Mana bu joyda ham bitta mashina turibdi akalar, mana 2021-yil Mokriy Svetda Spark avtomashinasi 125 ming probeg, ikkinchi pozitsiya, kraskasi top toza deyapti. Demak, naqqa $7800, faqat benzin bilan mexanika ekan. Benzin bilan yurar ekan, mexanika ekan akalar. Hop, $7800 deyilyapti ekan akalar. Mana salon holatlari keladigan bo'lsa, chiroyli qilib chiqib qo'yilgan ekan. Akamiz chiqayotgan shekilli, nomerini qo'yib qo'yapmiz.
Hop, nomerni keladigan bo'lsa, 7800 dollar. Endi telefon qilib, baraka qilib kelsanglar bo'ladi. 93lik 927 27 27. Yo'q, 927 27 57 ekan akalar. Aloqaga chiqsanglar bo'la oladi. Qaysini qo'yib qo'y aka? Sizdanmi aka? Mana qo'ying. Akalar mana 3-pozitsiya 13. 3-pozitsiya 2013-yil Spark Toshkent motori. Hop, gang Svetda, Spark avtomashinasi aka-ukalar. Hop, xudo xolisi. Ha. Kraskasi necha foiz aka buni? 40% kraskasi bor deyapti. Gang Svetda Spark avtomashinasi akalar. Hop. 3-pozitsiya mana konditsioner abezlari bor. Motor hadovoylarida ishi bormi, yo'qmi? Yo'q, xudo xolasa hamma yo'q. Motor hadovoylarida umuman ishi yo'q, xudo xolasa hamma yo'q yaxshi deyapti akamiz. 2013-yil 40% kraskasi bor. Probegi? Probegi 450. Probegi 450 ming yurgan Andijonda mashinasi aka-ukalar, gang Svetda. Tirikchiligi aka bu. Ha. Salon holatlariga bitta kelamiz, mana ko'ramiz aka-ukalar. Salon holatlari chiroyli holatda turibdi, mana ko'rib turganingizdek. Qop-qora chexollar taqib qo'ygan, mana orqa holatlari yaxshi holatda turibdi. Hop, 3-pozitsiya 450 ming yurgan 2013-yil 40% kraskasi bor. Motor hadovoyi umuman ishi yo'q, bechiqim mashina. Nech pul deyapti aka bu? 5200. 5200 dollar kami bor, ha? Variantga ham bor, 2000 dollar puli bo'lsa variant qilamiz. 2000 dollar. 1,5 minggacha. Yo'q, 1,5 mingga chiqmaydi. 2000 dollar puli borga variantga berar ekan, xudo xolasa. Ballonlarini ham ko'rdinglar mana. O'rta holat, yaxshi holatda turibdi ekan. Demak, 5200 dollar kami bor, naqqa variantga 2000 dollar puli borga, masalan, 6 oydan 1 yilgacha chiqaveradi. Har oy 100 dollardan masalan qo'shiladi. Misol, kelishilgan puldan har oy 100 dollardan har oy qo'shilaveradi. Hop, nomeringiz aka? 95lik 001 0804. Aka, bozoringiz bersin, ishlarga rivoj. Hop. Akalar mana ko'rdinglar. Sizdanmi aka? Nechinchi yil ekan bu aka? 2012-yil. 2012-yil gang Svetda Spark avtomashinasi bor ekan. Toshkent motorimi aka bu? Toshkent motori ekan aka-ukalar. Xudo xolasa, kraskasi necha foiz aka? 20% kraskasi bor, xolos deyapti. Tirikchilikmi yo dehqonchilikmi aka? Tirikchilik ekan akalar. Mana balon holatlari archa holatda, yaxshi holatda turibdi xudo xolasa akalar. O'rtacha holatda bemalol qishda ham chiqarsanglar bo'laveradi. Hop, aka-ukalar, nechinchi pozitsiya aka bu? 2-pozitsiya. Hop, eng qizig'i avtomat ekan bu. Avtomat mashina ekan, eng qizig'i akalar 2-pozitsiya. Hop, demak, akalar 2-pozitsiya 20% kraskasi bor. Balon holatlari o'rtacha holatda bemalol qishda ham chiqarsanglar bo'laveradi. Gang Svetda Spark avtomashinasi. Probegini qancha dedingiz aka? 130 ming yurgan, probegi shunaqa ekan akalar. 2012-yil. Salkam 13 yilga mashina. Pastda 13 yilga mashina ekan. Hop. Nech pul deyapsiz aka buni? Xudoxolis. 5700 dollar kami bor a? Variantga chiqam, chiqmaydimi? 3,5 ming bo'lsa. 3,5 ming puli borga variantga 6 oydan 1 yilgacha chiqaveradi, xudo xolasa. 6 oydan 1 yilgacha chiqaverar ekan akalar. Demak, hop, nomeringiz aka? 90lik 382 7505. Aka, bozoringiz bersin, ishlarga rivoj. Hop, akalar mana ko'rdinglar, xudo xolasa. 2021-yil 112 ming yurgan 2-pozitsiya oppoq Svetda Spark avtomashinasi bor ekan. Mexanika, benzin. Hop. Naqdga variantga kelsanglar bo'lar ekan. Nomerini qoldirib qo'yibdi akamiz. Ma'lumot berib, mana qog'ozini 93lik 632 11 77 ekan akalar. Hormanglar aka sizlardan. 2019-yil 208 ming kilometr yurgan oppoq Svetda Spark avtomashinasi. Kraskasi petnosi bor deyilyapti, aka. Qayerda bor kraskasi? Mana shu kannizda bor ekan kraskasi. Qolgan joyi top-toza, xudo xolasa. Hop. Mexanika, metan, gaz, benzin ketaverar ekan akalar. Hop, nechinchi pozitsiya? 2-pozitsiya ekan, aka. Salon holatlarini bitta ko'rsatib qo'ysam bo'ladimi? Salon holatlari mana aka, chiroyli chexollar taqib qo'ygan ekan. Mana ko'rib turganingizdek, pokiza holatda, yaxshi holatda turibdi. 2-pozitsiya oppoq Svetda Spark avtomashinasi. Hop, 2019-yil 208 ming yurgan. Anaqalarda ishi bormi yo'qmi aka?
motor, hadovoy, cho'tkiyi oladi, maza qilib minadi inshaalloh. Hop, ana ko'rdinglar akalar. Yetarlicha ma'lumotlar berildi. Nech pul deyapsiz aka buni? 6800 dollar kami bor, tushib beriladi. Variantga bormi aka, yo'qmi? Ha. Variantga yo'q, faqat naqd pulga 6800 dollar akamiz bemalol videoni ko'rib, telefon qilsanglar, obzorchi Salmondan chiqyapman desanglar, akamiz tushib berar ekan. 93lik 632 11 77. Akalar telefon qila olasizlar. Hop, bu yerda 2018-yilga 2019-yil 180 ming kilometr yurgan oppoq suvetda Spark avtomashinasi bor ekan. Pozitsiyasi ikkinchi pozitsiya ekan akalar. Kraskasi bor deyilyapti. Mexanik ekan. Benzin, metan, gaz yurilar ekan akalar. Xullas mana oppoq suvetda Spark avtomashinasi. Kraskasi qayerda borligini akamizga aloqaga chiqsanglar, hozir nomerini qoldiramiz. Bemalol aytadi. Akalar mana salon holatlari ko'rib turganingizdek, monitorlari ham bor. Chiroyli holat turibdi, mana xizmat qilinganligi bilinib turibdi, mana chexollari shunaqa holatda turibdi akalar. Ha, sizdan ham bu ham aka? Ha. Oldi Kirilo bilan orqa Kiriloda nari tomonda. Oldi Kirilo bilan orqa Kiriloda kraskasi bor deyapti akalar buni, xudo xolasa. Hop, Andijonni mashinasidan kameralarigacha bor ekan, xudo xolasa. Ikkinchi pozitsiya ko'rib turganingizdek tiniq holatda turibdi. Kraskasi qayerda bor? Oldi Kirilo bilan orqa Kiriloda bor. Ha. 10%, 15% ekanda aka. Ikkita detalda bor. Qolgan joylari top toza deyapti, xudo xolasa akalar. Hop, 2018-2009 180 ming, ikkinchi pozitsiya, kraskasi ashi oldi Kirilo bilan orqa Kiriloda, mexanik ekan, benzin, metan, gaz yurolar ekan. Motor hadovoylarda ish yo'q-a? Motor hadovoylari go'zal deyapti. Hop, nomeri o'sha 91lik 477 32 34. Ha, bo'ldi. Hop, aka, nech pul deyapti bu? Bu ham 6800 dollar kami bor. Bu ham variantga chiqmaydi, faqat naqqa. Obzorchi Salmon kuzatuvchilardan chiqadigan bo'lsa, xudo xolasa kelishtirib berasizlar. Demak, akalar 6800 dollar obzorchi Salmon kanalidan chiqadigan bo'lsanglar, akamiz bilan bemalol kelishsanglar bo'ladi. Aka, bozoringiz bersa. Akalar mana ko'rdinglar, xudo xolasa. Mana bu joyda ham bitta oppoq suvetda avtomat korobka Spark bor ekan, mana qog'oziga qarab aytib beramiz. 2022-yil ekan, 44 ming kilometr yurgan ekan, 4-pozitsiya top toza deyapti. Benzin, propan, gaz deyapti, avtomat akalar. Xullas 44 ming yurgan, 50 mingga ham bormagan 2022-yil. Endi bunaqa mashinalarni, top toza mashinalarni narxi 7 ming, 8 ming bo'lyapti. Endi akamiz bilan bemalol kelishsanglar bo'ladi. Mana nomerini qoldirib qo'yamiz. 90lik 541 01 02. Hop, aka-ukalar, xudo xolasa mana Sparklar qatoriga chiqib, yetarlicha Sparklarni xudo xolasa obzor qildik inshaalloh. Mana 10 minutdan oshiq, salkam 12 minut, 13 minut video qildik. Imkon qadar akalar, videoyimizda bironta kamchilik bo'ladigan bo'lsa, bironta videoyimizdan bironta ayib bo'layotgan bo'lsa, negativ yozmasdan, uka, manaqa qiling deb turib tavsiya berib, izohlarni, fikringlarni qoldirib bo'lsanglar, biz xursand bo'lamiz. Keyingi mashinalar, qanaqa mashinalar bo'lishligini yana izohlarni qoldiringlar, aka-ukalar. Inshaalloh biz xudo xolasa faoliyatni davom ettiramiz, mehnatdamiz, video obzor qilishda davom etamiz. Keyingi videoda ko'rishguncha hurmat bilan obzorchi Salmon.